Assalomu alaykum barchaga. Bugun 10-aprel navbatdagi skuter narxlari bilan sizlarni tanishtirish niyatida mana videoni boshlab oldik. Anchadan beri video chiqarganimiz yo'q edi. To'g'risi qo'l-qo'lga tegmayapti, juda savdolar avjida, ko'p modellarimiz tugab ketdi. Sizlarga qolgan, misol 3-4 tadan qoldi ko'p modellarimiz, shularni tanishtirib o'taman. Ulgurganlar ulgurib qoldi, eski narxlarda o'sha qilib beramiz. Muddatli to'lovga ham bizda xarid qilsalaring bo'ladi. Barcha turdagi Motorola disklarimiz, skuter disklarmi, buni kabinali Motorolalarimiz disklarmi, barcha turdagilarni muddatli to'lovga chiqarib beramiz. Talab qilinadigan narsa nima, Ro'zmat aka? Shuni tushuntirib keting. Pasport bo'ladi. Pasport, yana nima kerak? Shu bo'ldi. Dalillarni kiritib ko'ramiz bazaga. To'g'ri kelsa chiqarib beriladi. Chiqarib beriladi. Telefon qilinglar, qilib beramiz, xudo xolasa. Ish vaqtimiz ertalab 8 dan kechki 6 gacha. Mabodo zarur bo'lsa SMS yozsalaring, yo bo'lmasa Telegramda o'sha hozir nomer qoldiramiz. Telegramdan biron narsa yozib yuborsalaring, biz o'sha yerda ham javob berishimiz mumkin. Telefonga javob bera olmasak, Telegram orqali yozinglar, albatta javob beramiz. Xuddi shunday. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa har doim nomeradim bo'lib harakat qilishga, nomeradim bo'lishga harakat qiluvchi NRX Moto jamoasi. Negativchilarni eshitishga tayyormiz. Eshitaveramiz negativlar. Biz negativ qancha negativ yozsalaring biz xursand bo'lib, o'shalardan misol xatolarimizdan saboq olib, keyingi safar o'sha xatolarni takrorlamaslikka harakat qilamiz-da. Xo'p, navbatdagi Motorolamiz bu sotilgan, 6 farali bo'ladi, oddiy balonda. Ko'rishinglar mumkin, 500 ga 12 balonlarda. Oldi jetkisli bo'ladi. 6 ta 70 li akkumulyatorda bo'ladi. Mana bunaqa pachkada bo'ladi. 1800 motor miya. Mana ko'ryapsizlar, zapaska balonlarigacha bor, o'zida turibdi. 1800 motor miya. Reduktori baquvvatidan bu. Damkirat kuch, poli, kaska, jilet hammasi bor ichida. Bluetooth kolonkalargacha. Oldida laboy ham bor. Xo'p, buni $1050 qilib beramiz. Bundan ozgina qoldi. Bir 4 tami qoldi shekilli. Xo'p, navbatdagisi tank balon, xuddi shuni tank baloni, ozgina qimmatroq yuradi bu. Komplektida hamma narsasi bir xil. Tank balonligida farqi. Bundan ham bor 3 tami. 3 ta qoldi shekilli. Xo'p, navbatdagisi bir dona qoldi mana shu modelimizdan. 300 kilolik. Eshigi bor. Ikki tomon eshiklik. Mana sidinasi bunaqa bo'lib tushadi. Sidinasini ko'ring. Bir kishi bemalol joylashadi, ikki kishi. Bundan bir dona qoldi bu modelimizdan. Narxi srochniy telefon qilib men olaman deganlarga shu $700 ga qilib beramiz, aka. Bir dona qolgani uchun. Xo'p, keyingi modelimiz Samasval bo'ladi. Bundan ham 5-6 ta bor. Ro'zmat aka, ko'p modellarimiz soni shu tugab ketib qoldi. Hamma hozir Motorolga urgan, Motorola olgan, Motorola sotgan. Sezon keldi-da. Xo'p, buni 1000 telefon qilinglar, mana shu narxini so'ragan, qiziqqanlar. Video ham chiqardi yaqinda ko'rgan bo'lsangiz. Telefon qilinglar. Xo'p, 500 kilolik NRX Moto modelimiz. Ha, ko'rishingiz mumkin. Bundan ham ozgina qoldi. Farallar yondim. Shunday signallari. Oldida laboyi, damkirat kuch, zapaska balon hamma yo'g'i bor. $900 qilib beramiz narxini. Torpedali modelimiz $1050. 1.5 motor miya, 70 li akkumulyatordan 6 ta bo'ladi. Tank baloni bilan. Telefon qilinglar, shoshilinglar. 4 farali mana Motorolamiz. Bundan ham 10 ta 15 ta qoldi xolos. Narxini bo'layonini aytaman, hozir $1000 qilib beraman. 70 li akkumulyator, zapaska balon, damkirat kuch hamma yo'g'i bor buni, qora rangidan. Ozgina qolganligi uchun. Ko'ryapsizlar, narxini aytmayapman, o'zi tugayapti Motorollarimiz, ulgurmayapmiz to'g'risi. Buni ham aytib keting, Xurshidjon. Bu $650. $650. Shu otaxon onaxonlarimizga olib bersalaring, maza qilib haydab bog'chaga, maktabga, oshna og'aynilar bilan dam olishga, masjidga chiqqani zo'r model bo'ladi. Xo'p. Avvalonimiz bu tugadi, buni qo'ymay qo'yaveraylik. Bu erta 15 ta nimaga klientga ketadi-da. $900 dan akalar, mabodo ulgurib qolganlarga 70 li akkumulyator. U sotildi, o'ldi. Sotilganmi? Ha, tugadi uni. Mabodo telefon qilinglar, bitta ikkita qolgan bo'lsa beramiz. Silat qaraladi. Navbatdagi Motorolamiz bu 220, bundan ham 5-6 ta qoldi. 220 bortli
kabina tonirovkasi bilan 1400 dollar qilib beramiz. Hop, 70 li akkumulyatordan 5 ta bo'ladi, 1700 motor miyada bo'ladi bular. Ro'zmat aka, mana mashhur modelimiz zo'r ketyapti, hozirda sotuvi zo'r. Yonida tentlari bor. Buni ixcham yurishi yengil, yumshoq yuradi bu. Bu modelimiz, ranglarini ko'ryapsizlar. Mana oldinga chiqaring. Asli zo'r model. Sovg'aga juda zo'r. Maza qilib haydashadi. Diskalari temirli bo'ladi. Baquvvat, hali qayrilib ketsa ham sinib, hali dami chiqib, yo'l-po'llarda qolib ketmaysizlar. Sidina tagida bagajniklari bor. Orqasida ham kichkina mana reshotka qilib bagajni qilib qo'yilgan. Ovchilarimiz uchun juda bob narsa. Aytga nimalarni qo'yib, hali qarmoqlarni qo'yib, hurmatli kuzatuvchilar, ota-onalaringga, opa-singillaringga tavsiya qilsalaring, olib bersalaring juda xursand bo'lishadi. 300 kiloliklarimizga tentlarimiz bor. Kattasiga ham, kichkinasiga ham barcha turdagi razmerlari bor. Narxi kattasi 1 million so'm, kichkinasi 900 ming so'm. 1.8 ligi. Tent shunaqangi narxda. Oldida labovoy dvorniklari bor. Hop, navbatdagi motorolimiz, qarang, skuterimiz. Hozirgina sal zamonaviyrog'i. Bluetooth kolonka, zatniy kamera, hamma yo'g'i bor. Rangi ham ajoyib ekan. Rangi ham zo'r. 1050 dollar. Yonida tentlari bilan. Navbatdagisi ham xuddi shunaqa, komplektatsiya bir xil. L9 modelimiz, tonirovkalari bilan 1050 dollar bu ham. Navbatdagisi 1000 dollar, sportivniy riksha deyiladi buni. O'zi ham juda sportivniydami? Soni cheklangan 3 ta 4 ta qoldi xolos bunda mana. Malochniy rangida. Buni orqalarida ham o'sha orqasi ochiladi. Yonlari tenti bor. 1000 dollar narxi. Keyingi modelimiz 3 xil rangda bo'ladi. Narxi 750 dollar. Shoshilinglar, tugab ketyapti motorollarimiz. Vashi hozir bosa-bos, chopa-chop savdolar bo'lyapti, to'g'risi. Vaqti bemahal klientlarga javob bera olmay qolyapmiz. Bizga misol ko'tarmasa, SMS yozib yuboringlar, mana shu modeldan kerakdi, o'zimiz qaytaramiz. Muddatli to'lovga ham bor bizda. Muddatli to'lovga xarid qilsalaring bo'ladi. Navbatdagi modelimiz ko'rishingiz mumkin. Ancha orqalarni ko'rsating, keng qilib ishlangan. 3 kishi ham sig'adi bunga. 3 kishilik bu. Orqalari keng ekan. Oldiga ham 2 sig'adi. Chotki qilib yig'ilgan. O'zimiz brend. Zatniy kameralargacha bor. Jidki tormoz. Jidki tormoz. Narxi 1050 dollar bu ham. Keyingi modelimiz. Yangiligimiz. Yangiligimiz 750 dollar bu, 3 kishilik bu ham. Orqasiga bemalol 3 kishi sig'adi. Mana shunday tursin, mana e'tibor berishlaring mumkin, hurmatli kuzatuvchilar, mana bunga nisbatan bu kengroq. 3 kishilik. 15 santiga keng. 10 santi deylik ana. Yo'q, 10 santi emas, 20 santi ham deyvering. 15 santiga keng. Buni narxi 750 dollar. Ro'zmat aka. Bunisi 650 dollar, sal kichkinasi. Hop, navbatdagi modelimiz. Buni oldi ham jidki tormoz. Jidkisli. Navbatdagi modelimiz 750 dollar. Bunisini bitta qoldi mana. Ro'zmat aka, mana shuni chiqaraylik. Bir dona qoldi. Ulgurganlar ulgurdi. Mana bir kishilik. Mana buni bunisi. Bir kishilik bo'ladi. 2 kishilik bo'ladi. Ixcham mini nimamiz, tomli modelimiz. 700 dollarga berib yuboramiz tenti bilan. Bir dona qoldi. Hop, dubl kabinalarimizni ko'rsatib yuboraylik. Eng asosiy nimalarimiz hozir top darajadagi mana. Yangi Vipsga 2026 model. Salonlarni qarang. Hoji aka, bosib oling, qayerda ko'ryapsiz, uydami? Salonlar dahshat. Telefon qiling, pastda nomerni yozib qoldiramiz. Tart ishni bitiramiz. Uyingizga borganda to'lov qilasiz. Orqa tomoni. Orqa tomoni qarang. Rasaga, chorvaga, dalaga maza qilib haydaydigan narsalar bular. 70 li akkumulyatordan 6 ta bo'ladi. Miyalari 2000 bo'ladi bular. 2000 miya motor. Orqa bortlari ham chuquridan 1 tonnagacha yukni oladi. Shunaqa. Balonlari ham katta balondan. Damas'ning zavodskiy baloni tushadi. Damas zavodskiy baloni tushadi. Buni qo'shimchalari nimamiz bor? Zapaska balon bormi bunda? Zapaska balon yo'q bularda. Bortlar yonga ochiladi, troslarimiz bor. Bu tomonda mana ko'k rangi. Ko'k rangi. 2 xil rangdami bu? 3 xil rangda, mokrisi ham bor, hozir tugab qoldi bunda. Qora, ko'k. Endi yig'ilyapti.
Mana buni ichi ham ko'rishlari mumkin mana. Mana shu holatda. Maza qilib haydaygan. Tomida dugalari bor. Telefon qilaverasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Chotki narxlarda qilib beramiz. Rikshani quyosh panelli varianti. Yangi modelimiz. Yangi model. Quyosh panelli. Oldi dvorniklar ishlaydi, suv ham sepadi, bachoylari bor. Quyosh panellari bor. Arqa portichkasi ochiladi, havo aylanishi yaxshi. Suv ham sepadi. Ancha qulay qilib yangi dizaynda. Menga vaqt dahshat kerak deganlar uchun-da bu, Ro'zmat aka. Pulidan muammo yo'q deganlar uchun. Orqalari ochiladi. Takbolojlar, bu ham keng model. Olib beringlar mana. Sovg'aga. Oldi jiddiy tormozdek. Bitta iPhone'ni puliga berib yuboramiz. Yangi ochilmagan 17 Pro Max puliga berib yuboramiz. Telefon qilishsin, narxini so'rashsin. Va bu modelimiz $750. $750. $1000. Sportivniy riksha. Boshqacha rangi, ichkarida alenda maloshniyasini ko'rsatyapman. Aha. $1050 yonidagi. Bunisi 1050. Qaysi biri aka? $1000. Hop, velosipedlarimiz bor. Mana hali baquvvat velosiped xohlaganlar uchun mana. Keling, Ro'zmat aka. Ko'rsating. Luyang velosipedimiz. Bu zavod material ham chiqaradi. Velosipedimiz hamma yo'q baquvvat, alyumin ramalarda, narxi $100. Sovg'aga baquvvat velosiped. Alyumin rama, diska hammasi alyumindan. Alyumin. Aytsalar chiqaveramiz. Hop, navbatdagisi akkumulyatorli bo'ladi. Elektr skuterimiz. Hop, buni akkumulyatori bilan $250, akkumulyatorsiz olaman deysa, $100 dan berib yuboramiz. Ro'zmat aka, ikki xil razmerda bor. Mana 28, orqasidan ko'rsating, 24 razmerida. 24 mana shu. $100 dan berib yuboramiz. Dastlabkilar uchun skuterlarimiz keldi. Akkumulyatori ixchami kerak deganlar uchun. Bunga pasport, prava kerak emas. O'z dastlabkilar bilishadi. Arqa oldi tormozlar bu. Arqa oldi tormozlar yetkisli bo'ladi. $400 bunisining narxi. Narigisi bor, mana 200 km yurayotganini ko'rsating. Mana bu tomonda. 200 km yurayotgani, Ro'zmat aka. Mana akkumulyatorlar ikkitadan. Ikkitadan. Bitta akkumulyator. Ha, to'g'ri aka. 10 km yurasiz. Bo'pti, xo'p aka. Ro'zmat aka 200 km yuradi mana shu. Mana xaridorlarimiz, do'konimiz yo'lda bo'yida mana. 200 kilometrgacha javob shuni yurishi. Ha, javob aka. Orqasi ham haligi dastavkadagi sumkachasini qo'ygani juda qulay ishlangan ekan. Uzunga ishlaydi. Narxi $650 so'raganlar uchun dastavka qilib beramiz, arzon narxlarda qilib beramiz dastavka. Xo'p, navbatda mana sportivniy keldi. Elektr bu ham 20 li akkumulyatordan 6 ta joylashtirilgan. Ro'zmat aka qarang. Benzinliga o'xshab moslangan ekan dizayni. Ko'rganlar benzinli deb o'ylaydi. Ha. Mana. Qaranglar mana. Buni akkumulyatori yo'q ekan. Ichkaridagilar akkumulyatori bor. Signal choladi o'ylar. Buni narxi $550. Yetkisli oldi tormozlari ham. Yonida narxi $400. Dizayni. Tank model deyiladi. Elektr variant. $400. Oldilari tormozlik. Jetki tormozlik. $550, $400. $400. Navbatdagi invalid skuterimiz nogironlarga olib berishyapti asosan. Buni narxini $550 qilib beramiz. Aka. Mana har xilidan bor skuterlarda. Ko'rsating oldilarini. Ro'zmat aka. Bular hammasi jetki tormozlik mana. Tormozlarga e'tibor berasizlar. Hammasi jetki tormozlik. Yangi ipskada. Ko'ryapsizlar, materiallarimiz bo'shab ketgan. Bo'm-bo'sh do'konlar oldi. Sotilib
Endi zararli telefon qissalaring baquvvat modellarimiz bor. Sizlar uchun asrab olib qo'yganlarimiz bor. Bu variantimiz keldi. Kaltini olganman, hozir ko'rsataman deb ataylar. Tonirovkalar bilan tortib sizlar uchun chotka qilib qo'yib berganmiz. NRX motoga yangilik. Ishlarni ko'rsatib yuboring, Ro'zmat aka. Qarang, salonlarni. Rullari juda yengil bo'ladi buni. Buni nimaga o'xshab? Bluetooth kalonka, magnitofon, zatniy kameralar hamma yo'g'i bor, Ro'zmat aka. Bortlarni ko'rsating, yon tomonga ochiladi. Keng qilib ishlangan. 2000 motor miya reduktori baquvvatidan. Bort uzunligi 2 metr. 2 metr, eniga 1.30 bo'ladi. Ha. Balonlari 500 ga 12. 5 ta boltlikdan 500 ga 12 bo'ladi. 5 ta. Palosi отдельно chiqadi. bor. Zapaskalari bor. Bort surtala tomoniga ochiladi. Ochiladi. Uchala tomonga. Hamyonbop chiqdi-da, xullas. Aka. Ro'zmat aka. Ishxonalaring bo'lsa, ichkarida tekinga harakatlangani zo'r narsa. Oldida mana do'galarni ko'ring. Baquvvat qilib ishlangan. Shotki narsa Ro'zmat aka. To'r balonlik deganlarga tomlarida ham mana megalkalari bor. bor. Do'galari bor. 500 kilolik samasval modelimiz. Bundan ham soni cheklangan. Rosa hozir chopa-chop bo'lyapti savdolari buni. 52 kilo akkumulyatordan 6 ta bo'ladi bunda. 1500 motor miya. Buni narxini aytib ketaveraymi? 1200 dollar beramiz. Bu tomonda motorlarimiz yo'q. Mana bu Umidjon motoroli mana bu ham sotaman deyapti. Olaverasizlar har doim. Arzon qilib beramiz. Arzon qilib beramiz. Bepulga ham beraveramiz. Yo'q, bepul emas. Ichkarida skuterlarimiz bor, mana ular mana ozgina qoldi soni. 300 dollardan beraveramiz, Ro'zmat aka. 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. 300 dollardan. Telefon qilinglar, shoshilinglar. Ozgina qoldi. Mana shu yerda bor xolos. Ichkarini och. Kalti yo'q ekanda. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. 750 dollarlik haligi skuterimizdan. 750 dollarlik, narigisi 650 dollar. Bunisi 500 dollar mana. Keyin mana undan bali. Rosa hali hamyonbop, vash sotuv zo'r bo'lyapti, yumshoq modeldimi? Mana shundan bor. 950 dollar qilib beramiz mana shu. 1, 2, 3 xil rangda mana. Yangi hammasi akkumulyator ulanmagan bular. Ro'zmat aka, mana motorlar ham sotildi-da, mana 1, 2, 3, 4 ta mana. Avvalon modellar 4 ta sotildi. Haligi 15 ta chiqavoramiz dedimi? Shunga bular yig'ishtirib beraveramiz. Mabodo telefon qilinglar, qolgan bo'lsa, bitta ikkita qolgan bo'lsa berishimiz mumkin. Baquvvat model bu. Palosi 6 tali, 6 ta tishli. Bu tank balon qilnam qilib beraveramiz. Narxi sal qimmatlashadi. 950 dollar bo'lib qoladi. 70 lik akkumulyatordan 6 ta. Bu 4 farali modelimiz. Tank balon so'raganlar uchun tank balon bor, oddiy balon so'raganlar uchun oddiy balon bor. Bularni oldidan ko'rsatib qo'y, narxi 1000 dollar, 1050 dollar. Tank balonligi 1050, oddiy balonligi 1000 dollar. To'r fara motorlarimiz bor. Sotuvi vaqti zo'r bo'lyapti hozir bular. Hamma shuni olyapti. Dalaga, dehqonchilikka, boshqaga ishlatishyapti. Yangi mana modelimiz. Yangi modellarni tushuntirib yuboring endi. Mana. Qo'y mol toshigani, mol ham toshaveradi bular, Ro'zmat aka. Orqasi prujinali bo'ladi. Palosi отдельно chiqadi. 5 ta o'z stupitsasini ko'ryapsiz? 5 ta boltlik. Baquvvat model, ramalari ham baquvvat qilib ishlangan. Oldi ko'rinishlarni ko'rsatib boring. Voy, kattalarni ko'rsating. Baland qilishlar ishlangan bortlari. Yonidagi eski modelimiz bilan ikkalasini farqini ko'ringlar bordada. Uchqur bu. Ancha baland qilib ishlatilgan. 1300 dollar qilib beramiz, Ro'zmat aka. Soni cheklangan. Shoshilinglar akalar. Motorini ko'ryapsizlarmi? Nechilik ekan motori? 2000 ekan. 2000 motor mi? 2000 motor. Mana haligi nimamiz? Avalon.
Torpedamiz. Torpedali modelimiz. 670 akkumulyator. Oddiy balon bo'lgani uchun $1000 ga beramiz buni. Radnoy baloni bu. Radnoy baloni. Mana buni qarang, Ro'zmat aka. Yangi keldi bu ham. Skuterimiz. $1050 ga beramiz mana shu. Maza qilib haydab yurishadi. NRX motodan uzoqlashmanglar do'stlar. Mana zapchast magazinimiz ham bor bu tomonda, ishlab turibdi. Zapchastlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Handboy zapchasti bor o'zimizda. Telefon qilaverasizlar. Chotki narxlarda qilib beramiz. Arzon, optim narxlarda. Materialni bizdan olgan bo'lsalaring ancha arzon qilib beramiz zapchastlarni ham.